hayotlik bir safar, tavakkülçülükki to'lgan safar. Hayotlik mutlaq mavjudlikning nisbiy ifodasi. U ichilishni xohlaydigan, sonsizligan sirlar bilan to'lgan. Olamning cheksizligi, xiyolchanligi odamga qo'rqinish aralash umid beg'ishlaydi. Umid xo'shallikning elchisi, g'oliblarning mahbiyatidir. Kishi yo'qlik va borlik, yorug'lik va qorong'ulik o'ttirsida oldiga bir qadam, orqaga bir qadam ilib, o'z o'rnida midirlamay turmoqda. Vaqt goh kulgan, goh qopig'ini turgan holda yenimizdan agib o'tib ketmoqda. Qo'rqinish, andisha, gumon, tushkunlik hayotning lazzatini elib ketmoqda. Qo'rqinish bir zururiyat, mag'lubiyat emas. Sen uningga tikilib qaragan vaqtingda u jasoratga aylanadi. Jasorat muhabbatni tug'adi. Muhabbat ojiz ko'rinadi. Biroq u hammani yengadi. Olamdagi eng yiroq yulduz sana eng yaqin narsada chaqnaydi. Qalbing yulduzlarning jamgohidir. Esingda bo'lsin, har bir odamning qalbiga bir muzika, bir hikoya qachilangan. Qani, o'z muzikangni chal, o'z hikoyangni ayt. Yashash tafakkuring mangu to'xtab qolmasin. Yashash istaklaring mangu to'xtab qolmasin. Ali Qurbon. Yaxshi misol saboqdoshlar, bugun endi biz darsimizni davomlashtiraylik. Bugun so'zlaydiganim nima degan vaqtda, bugun so'zlaydiganim bir odamning xushalligiga yoki baxt tuyg'usiga intayin zid munosabat bo'lgan nikah masalasini so'zlaymiz. Arayollar, muhabbat, psixikasini so'zlaymiz. Chunki bu bir odamning hamda turmushida muhim o'rinda turadigan bir psixologiya hisoblanadi. O'tgan men radioda kishilardan so'radim. Shu muhabbatdagi eng sodiq, jo'rsiga eng sodiq hayvon qaysi deb. Har xil javoblar keldi. Ko'pincha odamlarning tanlovag'ini qush, turna, oqqu, xo'roz. Yana birisi kola dedimi? Demak, nurg'a odamlar har xil ko'z qarashda bo'ldi. Amaliyotda qushlarning muhabbatning simvoli deyishga bo'lmaydi. Nima ish deganda qushlarning 70% odatda o'zining jo'rsiga sodiqsizlik qildi. Olimlar, psixologlar tekshirsa, muhabbatdagi eng sodiq hayvon qaysi bo'ldi ekansa, qurut bo'ldi ekan, qurut. Ya'ni bir yaplaqsiman qurut deydigan bir qurut. Bu qurutning alaylik qanday degan vaqtda bu qurutmi shu o'smirlik davrida bir-biridan uchrashib, birlashib ketganda tan. Shu bir birlashgan payt ikkinchi ayrilmaydi ekan. Chunki bular ayrim mustaqil yashaymiz, yashamaydi ekan. Chunki bular hayot kechirish uchun ikkisi bir-birisiga birlashib ketganda, masalan, ba'zi qumdimandigan yerda bunda o'rilib ma'di ekan. Ya'ni kishi qurut. Chimliqda ma'digan yerda erkak kishi qurut. Demak, bular faqat birlashgan vaqt hayot kechirish ixtiyori bo'ldi. Demak, nikah nimdan direkt berdi degan vaqtda nikah ko'pincha vaqtlarda dal birlashib hayot kechirish ixtiyorini oshirishdan direkt berdi. Bunda aspet aytgan vaqtda ikki ayrim menning birdani bizga aylanishida. Ammo nurg'un to'y qilmagan yoshlarning ko'z qarashiga nikah yoki muhabbat ufqimi yoki arayollik o'ttirsidagi farq la tushuniksiz bo'lganlik uchun, g'uva bo'lganlik uchun nurg'un odamlarda baxt tuyg'usi bo'lmaydi. Hatto baxtni qanday yetildirishni bilmaydigan ahvollar shakllanadi. Germaniyaning bir
g'alit odat va germanlarning bir shu bir qabilasida odat 2 yosh to'y qilaman desa, ular qancha yosh ko'rishib ketishdan qat'iy nazar. Chunki odam bir-birini yaxshi ko'rgan vaqtda qarshi tarafning ojizligini, kemchiligini, uning zoti masyanman dashnolar o'ytsa keyin oxirgi chiqalamda chiqaman bilinmay qoladi. Nima ish qilganini, chunki siz bir odamni yaxshi ko'rgan vaqtingizda qarshi taraf ko'zingizga mukammallam ko'rindi. Uning ojizligimi, satqiliqlarimi chiroyli ko'rindi. Shundan siz nurg'on vaqtlarda o'zingizdan uningga mos keladigan, mos kelmaydigan bilmaysiz. Chunki bu vaqtda sizda undaq logikalik analiz bo'lmaydi. Shu bu qabil qanday qildiysa, 2 yosh qanchalik yaxshi ko'rishib ketishdan qat'iy nazar, bular to'y qilaman degan vaqtda aldirab to'y qilishga qo'shilmay, bularni shu o'rmonlikdagi bir daraxtni tang holda bundaq bir har bilan, bir talar bilan keskuz paqidi va soat qaraydi. Ashlar belgilangan vaqt ichida kesib bitiralsa, to'y qilsam bo'ldi ekan deydi. Agar belgilangan vaqtda kesib bo'lmasa, har qancha yaxshi ko'rasizmi, bu ishga to'y qo'shilmaydi. Endi bu daraxtni belgilangan vaqt ichida kesish uchun qanday qilish kerak ekan desam, shu er bilan ayol erni noaytiliq moslashtirgan holda uvmasa kesib bo'lmaydi ekanda. Bu deganlik agar er bo'ldi men qilib yetay deb butunlaylik o'ziqroq kuchab ketsa yoki ayol men qilib yetay deb u bekrak kuchab ketsami, baribir bu daraxtni belgilangan vaqt kesib bo'lmaydi ekan. Chuqum tang kuch qira olganda, moslasha olganda anda kesar ekanda. Demek hozirgi nikah kirishda yuz berayotgan nurg'un masala nima tushuntiryapti deganda, dal bizdagi mashiqlarning bo'lmasligi. Ba'zida ayol bekrak kuchab ketgan, ba'zi er bek kuchab ketgan. Shikli so'zning vazifasini bilmaydigan, hatto bir-birimiz xato tushunadigan hodisalar tufayli nurg'un vaqtlarda biz nikah kirishga petib qilyapmiz. Ham yana nurg'un odam mundaq o'ylaydi. To'y qilgandan keyin yo baxtli bo'laman yo baxtsiz bo'laman deb. Baxtli bo'lsam baxtsiz emas, baxtsiz bo'lsam baxtli emas deb to'ylab ol. Ya'ni ikkilik uchida turib oladi-da. Baxt va baxtsizlik. Amaliyotda turmush yoki nikah degan vaqtda oralash keladi. Uning baxtsiz bo'lgan vaqti va baxtli bo'lib qolgan vaqti va baxtsiz to'yilgan vaqti va baxtli bo'lgan vaqti va demak bu hargizmo chuqur biroqla baxtsiz, biroqla baxtli bo'lgan ish yo'q. Nurg'un odam buni tushunmaganlik uchun bu xil spektrning uchi turib oladi. Ya'ni yerda baxt, yerda baxtsiz bo'lsa, nikah nerda bo'ldi bo'lsa, o'ttirdi bo'lgan. Ba'zida turmushda har xil ishlar yuz berdi. Ba'zida baxtsizlik bo'ldi, ba'zida baxt bo'ldi. Demak, bir odam to'y qilgandan keyin bu ishning aralashib kelganligini bilib olish kerak. Endi men g'alati bir ishni bildim. Bular shu Uyg'ur xonim qizlarimizda yuz bergan bir aloji ish bor. Qanday ish bor deganda, bular uydagi baxtsizliklarni boshqalarga deb berishga amroqan. Doim men ma'qul baxtsiz bo'lib qoldim, men manda qildi, yo'ldoshim manda qildi deb, balki mashina qildi rost, ammo uni boshqalarga deb berishni xohlaydi. Endi bu psixologiya nimani tushuntirdisa, o'ziga bishorat berish. Masalan, bir ayol doim boshqalarga qaqshab bersa, o'zining baxtsiz ekanlik to'g'ri so'zlab bergan vaqtda, bu ayol tabiiyla bu baxtsizlikni isbotlash uchun bilmayjimi, angsiz holda va angliq holda o'zining boshqalarga da'vatgan baxtsiz holatini isbotlash uchun rosa baxtsiz turmushni angsiz holda keltirib chiqardi. Buni tushunishga sal saviya ketdi. O'zi bilmaydi uni. Yoki ba'zi ayollar va to'xtamay yo'ldishning yomon yerini deb berishga amroq va bu orqali boshqalarning bir hissdoshligini qo'zg'amoqchi bo'ladi. Demek bir ayol doim yo'ldishining yomon tarafini da'vasa, u uyga kirgandan keyin chuqum yo'ldishining ash yomon tarafini yana qayta 5 dan kechirish orqali o'zining boshqalarga deb bergan bu bayonotlarni to'g'riligini isbotlab mengaverdi. Albatta bu angsiz holda bo'ldi. Buni biz odatda o'ziga bishorat berish deymiz. Endi eng qo'rqinchli nima degan vaqtda kichik vaqtida ma'lum bir qiz dadasi yoki akasidan tayoq yegan bo'lsa, yoki til haqoratga uchragan bo'lsa, bularning mingizda bir xil manzir yuz berdi. Va o'zini nima deb o'ylaydi u desa, kichik vaqtida bolalarni ota-ona urgan vaqtda bolargizmi ota-onam xatolashib udi demaydi. Xatolashib usimi mendik sabab, men shundoq tayoq yeyishga loyiq
Mening kemchilikim bor deb o'ylab oladi. Gerçi bir dada mesela ochchiqlab sirtda, balasi ko'ziga satkunib tillab salsa, balargizmi dadam bakashla sirtda shundoq vaqirab men tilidi demaydi. Ya'ni men tillashga loyiq deb qaraydi. Demak, bu xil nervi yo'llarining sizilib ketishi bizga nima tushuntirdi deganda, bu qiz hamda cho'ng bo'lgan vaqt shu degan vaqtda shundoq tilaqoratga yoki tayoqqa loyiq deb o'ylab olganlik uchun eng oxirida bu qiz tabiiyla yana o'xshash kichik vaqtda dod so'g'andek cho'ng vaqtida yo'ldishi xo'rlaydigan bir odamga to'y qilish ehtimoli yuqori bo'ldi. Biz buni dada kompleksmi deymiz. Shunga bizning Uyg'ur tilida qiz bolasi baxsi o'q qoldi degan gapmish. Nurg'un ayollar cho'dsa dal mushkil qaqshash orqali yoki o'zining ko'rgan nachar kunlarini doim boshqalar deb berish orqali boshqani yestashlikka erishmoqchi bo'ldi. Albatta ba'ziki ko'ngil sirlarni do'stlar deb berishga bo'ladi. Ishonchlik do'stlar. Ammo hamma odamga bu narsalarni deb berish birisi o'zining yo'ldishining obrazi xunuklaştiradi. Chunki u yo'ldish hamon bir kun anglaydi. Yan birisi o'zi bayatni degandek buningga bishorat berib, doim taladagi deb salgan gaplarni chuqur u ko'ptiradi, mubolag'lashtiradi. Keyin hayotida yana qayta isbotlaydigan ahvollar oldi. Albatta ba'zi kishilar bor, bir qism odamlar bor. Ular sizning bek baxtli bo'lib ketishingizni xohlab ketmaydi. Shunga bundaq vaqtlardan foydalanib nurg'un odamlar qanday qildi desa, oilaga baxtsizlik urug'ini chechib qo'yishi mumkin. Masalan, u sizdan olgan gapni sal ko'ptirib deyish mumkin. Bir qism odamlarda mushkil usullardan foydalanib, mushkil oziqdan foydalanib, ba'zi oilaga ba'zi baxtsiz urug'ni chechib qo'ydigan. Bir kuni bir mushuk bilan yana bir isht bilan ikki isht bir kuni bir go'shtni tek qopdi-da. Shundan bular bu go'shtni men topdim desa, men topdim deb talishib qopdi. Shuna tulki buni ko'rib, men sizlarga adil taqsim qilib beraman debla birsiga kichikroq, yan birsiga cho'ngroq olib turibdi bu go'shtni. Shuna rozi bo'ldinglarmi desa, "Ma kichikroq go'sht tegib qolgani, men rozi bo'lmadim" debdi. Unda o'z to'xta deb cho'ngroq bo'lib berganning go'shtini o tulki cho'ngroq tishlaytibdi-da, aningdan kichikiltibdi. Shuna endi rozi bo'ldinglarmi desa, bu qatim ma rozi bo'lmabdi-da, "Yo'q, mening kichik bo'lib qoldi" dedi. Unda to'xtabdi deb maning go'shtini tulki texim cho'ngroq tishlab, maninkidan kichikiltib qo'yibdi. Endi rozi bo'ldinglarmi desa, ma rozi bo'lmabdi, "Yo'q, mening kichik bo'lmabdi." Shundan bu aning go'shtini tishlab, eng oxirida hamma go'shtni tulki yebdi. Demak, ba'zi turmushimizda bundaq usullar jiq. Kishilar sizlarga yaxshiroq bo'lgandek turgan bilan, ba'zida ularning bu yaxshiroq niyati unchalar yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shunga oila masalalarini ayollarning eng yaxshisi chiroyli o'tirib analiz qilgani eng yaxshi. Siz doim boshqalarga qarshi tarafni, jo'ringizni es qilib ko'z tiyaganda bu faqat sizning shu vaqtlik hissiyotingiz yoki ochingiz ifodalayotgandek turgan bilan bu amaliyotda borgan sari yomonlash chemberligini keltirib chiqardi. Ba'zi ayollar ayıplash usul orqali, mayli bolasi bo'lsin, mayli yo'ldoshi bo'lsin, ayıplash usul orqali qarshi tarafning ayıplarini bir tuzlayolamanmiki deydi. Daim tillash, daim ayıplash, daim xafa yurish, daim qaydash usullar orqali qarshi tarafning sodir qilgan xatoliklarni ayıplarini tuzlayman deyish bu psixologiya qonuniga xilof bo'ldi. Erlarmish va ayollarni tillash orqali, vaqirash orqali uning ba'zi ayıplarini o'zining kallasidagi mukammal bir ideal ayolga o'zgartiraman deyish butunlay mag'lubiyatdan aylandi. Biz shuni bilishimiz kerak. Hech qanday odamni ayıplab uni o'zgartira olmaydi. Nimishqa? Chunki bizning psixologiyada shimol va janub
shimol va janub shamol effekti deydigan bir xil qonun bor. Bu qandaq desa, bir kuni shimol shamoli bilan janub shamoli raqobat tushib qoldi. Qaysimiz kuchliq deb. Bular yo'l ketib qolgan bir odamning chopinini pudeb soldirib o'tishdi, musobaqa qilishibdi-da. Avval shimol shamoli maydonga chiqibdi. Shimol shamoli shunda bir pudisa shimol shamoli sovuq bo'lganlik uchun odam to'ngab ketib chopinni o'ziga ching siqib oldi. Shundan shimol shamoli texmi kuchab pudisa bu odam choponlarning tugmallarini itib rasmiy shunda turib oldi. To'ngab ketib. Hem janub shamoli kelibdi. Janub shamoli chu degan janub shamoli illiq bir havoni beribdi. Bu havoda o odam isib ketib chopinning tugmallarini yechibdi. Texmi bir illiq havo beribdi ekan, isib ketib chopin selitibdi. Demek bu bizga nima tushuntiryapti desa, biz ayiblash orqali emas, muhabbet orqali anadagi kishilarni o'zgartiramiz. Agar birov bizning uni rostla yaxshi ko'rganligimizni, uning rost kuyinayotganligimizni bilgan vaqtda, uning harakatini tezla o'ngishib oldi. Ammo ayiblash har qanday odamga nisbatan xuddi shimol shamollik odam deb jim to'g'izib olgandek, o'zini xatoligini bilsimi, xatoligini bilib tursa-mu, qarshilik ko'rsatadi. Bunu nurg'a odam bilmay, buni xato to'st deb tillaydi, ayiblaydi, biroq bu ayiblashlar qarshi taraf bo'lgan vaqtda uningda aks ta'sir berganligini bilmaydi. Yana bir xil, mush yoshlarda bo'ladigan yana bir xil nika psixikasi. Bizda odatda baxt izlash deymiz, ha. Bizning qalbimizdagi baxt nimadan tushuntirdi-sa, to'g'ri odam bilan to'y qilish deb qaraydi. Mukammal odam bilan to'y qilish, bizning ko'z qarshisidagi odam bilan to'y qilish baxtdan direkt berdi deb qaraydi. Yoshlar ko'pay shunday qaraydi. Men yoshlar deyman, siz mush tasavvur qiling deyman, eng yaxshi. Qalbingizdagi eng mukammal odamdan birini o'ylab to'y qilib baqing deymiz. Ammo to'y qilgandan keyin o'xshashdan bir ikki yildan keyin bir-biridan oz to'la zerikish tuyg'usi tabiiy mavjud bo'ldi amaliyot. Albatta to'g'ri odam bilan to'y qilish yaxshi, ammo u hargizmi biz o'ylagandek unchalar muhim o'rinda turmaydi. Nemishqa? Nima shunday deymiz? Chunki bir odam to'y qildi, uning qalbisiga baxt to'g'ri odam bilan to'y qilish bo'ldi. Unda bu odam turmushda ozroq qiyinchilik uchirsa. U nima deb o'ylaydi bo'lsa, birinchi o'ylab, men xato odam bilan to'y qilibman deb o'ylaydi. Chunki uning baxtga bergan ta'bir nima desa, to'g'ri odam bilan to'y qilishdi. Unda buning ozroq kelishmaslik yuz bersa nikohda, bu nima deb o'ylaydi bo'lsa, men xato odam bilan to'yga o'xshayman. Shu men da shunday baxtsizlik tuyg'usi bo'lib qopti deydi. Hargiz yana men moslanmabman demaydi. Uning ustiga erlarda, o'g'illarda ko'p uchraydi bu. To'y qilgandan keyin iqtisodiy besim uchraydi. Var qanday o'g'an bo'ldi bu. To'y qilgandan keyin bular bola birinchi bola bo'lgandan keyin turlik tuman iqtisodiy besim. Uning ustiga turmush ritmi o'zgarib ketadi. Chunki o'g'illarda avtonomiyadan, ya'ni o'zining bir mustaqil turmush bo'lgandan sirt bir mas'uliyatning kirib qolganligidan pessimist qilib ketadi. Chunki tuyg'usi o'zgarib ketadi. Bunday vaqtlarda o'g'illarda tushkunlik paydo bo'ldi. 30 yosh atrofida, 28-30 yosh atrofida tushkunlik paydo bo'ldi. Bular bu xil besimni, bir xil tabiiy besimni nima deb o'ylaydi bo'lsa, dal men xato odam bilan to'y qilmoqqa o'xshayman deb qaraydi. Shunga 28, 30, 31 yoshlik bolalarda ba'zi xato qarorlarni chiqarib qo'yadigan, yoki axloq stilda qiyib ketib qoladigan, yoki xato sabablar bilan ajrashib ketadigan masalalar dal nimadan kelib chiqadi desa mushkul. Chunki ular turmushda bo'layotgan bir tabiiy besimni nima deb o'ylaydi desa, xato odam bilan to'y qilish devoldigan ahvollar shakllanadi. Amaliyotda baxt deganimiz hargizmi to'g'ri odam bilan to'y qilish emas. Esonda bo'lsin. Balki tanlagan, to'y qilgan odamini to'g'ri aylantirish. Yana bir qitim takrorlab qo'yay. Baxt qandaqdir to'g'ri odam bilan to'y qilish emas. Balki tanlagan odamini to'g'ri odamga aylantirish, moslashtirish. Endi biz bir narsaga diqqat qilaylik. Funksionalizm nazariyasi degan bir nazariya bor. Psixologiyadagi 6 xil ko'z qarashdan birisi. Funksionalizm nazariyasi deganimiz hamda shu
nima deymiz desa, bu nereden kelgan desa, bizning odatda ma'qul turmushlarda kechirayotganimiz uzun bo'lmadi. Chunki zamonaviy taraqqiyot bizga uzundek tuyulgan bilan insonlarning paydo bo'lib, hozir qadar kelgan vaqt o'lchimi nisbatan aytganda bizning zamonaviy dunyoning bu inson tarixida egallaydigan o'rni yomon kichik. Biz uzun mezgil odamlar qandaq shaklda yashagan desa, ibtidoiy holatda yashagan. O'sha qadimgi toshqurollar davridan tortib xil bir mezgilgacha. O vaqtlarda odamlar erlarning ko'pinchisi uzun mezgil o'g'lash bilan shug'ullangan. O'g'lash bilan. Ayollar cho'sa uyda soatdan bola qarash, yemeklik yig'ish va o buyumlarini saqlash qatorliq ishlar bilan shug'ullangan. Ham g'orlarda, o'nkurlarda yashagan. Şuna odam badani dal insonning ashunda holatlarda yashashga ko'nib ketgan. Endi hozir men ham bir narsa qisqartib qo'ymay, qistirib qo'ymay. Nurg'un odamlarda hozir bizning turmushimizda sedentary lifestyle deganimiz cho'kma turmush shakli bor. Cho'kma turmush shakliga nima desa, bir xilliqa harakat oz bizda. Naga vasaq lift bor, naga vasaq mashina bor. Bizning asli badanimiz shu desa, shu burunqi holatdagi harakatga ko'nib ketgan. Chunki u davrlarda bir odamning hayot qilish uchun cho'qim yugurish eng muhimdir erlar uchun. Chunki yugurib ov tutadi, yirtqich hayvonlar yurgib qochadi. Bu bir insonning asli bir erlarda bo'ladigan bir alaylik. Shu odatda kichik bolalarni qo'g'lab bersanglar ajoyib qo'shilib ketadi. Mandaq dumlab urushib bersanglar bolalar bilan texim qo'shilib ketadi. Nima ish qilsa bu da shu davrda qolgan odam badanidagi bir xil ehtiyoj hisoblanadi. Ammo bizcha bo'lsa bugungi davr kelganda cho'kma holatda, harakatsiz holatda bo'ldik. Bu harakatning oz bo'lishi psixologiyani keltirib chiqaradi. Chunki tandagi masala ruhdagi masala bo'lsa tandagi masalani keltirib chiqaradi. Agar sizning putingiz sunib ketsa, ko'nglingiz yerim bo'lib shukurlashib ketsa, shukurlasangiz tandimi hech qanday energiya qolmas shundan derak bo'ladi. Shu funksiyalizm nazariyasi degan nimasi qadimdagi odamlarning ba'zi psixik aloyidligi yoki oshlar uchun muhim bo'lgan ba'zi aloyidliklar orqali bugungi davrdagi ba'zi odamlarning tug'ma psixikasini biz analiz qilamiz. Halbuki vaqti qarshi ayni vaqtda biz uchun intayin muhim bo'lgan ba'zi aloyidliklarimiz halbuki bugungi kun kelganda bizga ziyonli bo'ladi. Masalan, ayni vaqtlarda erlar chuqum o'g'limasa yoki bir kun ikki kun o'g'li chiqmasa hayot kechirolmaydi. Unda o'z qanday bo'ldi? Unda bo'lsa u bir ayolni yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'rib erishdi. Ammo erishgandan keyin uy tutdi. Uy tutgandan keyinmi uningga muhabbet jihatdan bekda bog'lanib qolsa, bundash qilganda hissiyoti pat-patliq, jiroqlab, suvish shakllanmay, doim uni yaxshi ko'rsa, uning yendan og'irlanmasa, u o'g'il chiqolmaydi degan gap. O'g'il chiqolmasa, u chuqum hayot kechirolmaydi degan. Shunga bir ayol bir-birini qancha yaxshi ko'rib ketishdan qat nazar, erda ma'lum mazgil nim bo'ldi desa, pat-pat, bulapmi ayolga erishgandan keyin uningdan hissiyot jihatdan suslash bo'ladi. Chunki bu hissiyot jihatdan suslash ayni davrda muhim. Nima ish qilsa, u suslamasa, u davomli ayol bilan yana og'rilmay turaversa, u o'g'il chiqmaslik kerak hisoblanadi. Chunki o'g'il chiqish uchun uni taraqqiyot badaniga nimani singdirib etdi desa, cho'qim hissiyot jihatdan azroq suyishni keltirib chiqardi. Ondan keyin o'g'il chiqdi, o'dan keyin yana qaytib keldi, yana qayta hissiyotga to'ladigan gap. Mana bu psixologiyadagi Rezenki nazariyasi. Rezenki nazariyasi degan nimasi? Rezengi so'zildi, qaytib keldi. So'zildi, qaytib keldi. Demak, erlarda ba'zida pat-pat mayli muhabbetlashsin, mayli to'y qilsin, pat-pat o'zining muhabbati yoki ayoldan jiroqlash ehtiyoji bo'ldi. O'zining bir avtonomiyasini topmoqchi bo'ldi. Buni ermi bilmaydi, ayolmi bilmaydi. Nurg'un ayollar buni xato tushunib, men bir xatolik qilib qo'ygan o'xshayman deb, erning bir avtonomiyasiga nisbatan doim ko'zi kirib oldigan ishlarmi mavjud bo'ldi. Azi jim to'sa yoki shundoq bir davrning bog'liqini bilsa, er yana qaytib keldi. Erlarmi cho'tsa, bu xil holatni bilmay, men uni yaxshi ko'rmaydigan o'xshayman deb o'ylab qoldi. Bu hargiz sizning yaxshi ko'rmaslik emas, bu badandagi bir xil ayni davrdagi, ya'ni ashqil yashash jarayonida bizga foydali bo'lgan bu holat bugungi davrda bizga
ba'zi qulaysizliklarni ep kelayotgan. Şoň nurgun oğullarda toy qilgandan keyin bir mezgil hissiyatni jihatdan özüne ayaldan sal suslagan vaqtda buni xato tarjim qilib elib men endi yaxshi ko'rmas ulaq qaptiman yoki bayat degandek xato yaxshi ko'rmaydigan odamlar to'y qilib qaptiman deb ba'zi xato nachar usullar orqali bu xil tuyg'usini qondirish masalasi mavjud. Shuning mushundoq davr kelganda yosh ayollar deb qo'yma bu bir tabiiy holat ekanligini chuqur tushunish kerak. Endi ayollar shu chog'da ayollar har qatim yo'ldishi sirtqa o'g'il ketgan vaqtda odatda 10 odam o'g'il ketsa uning yarmi qaytib keldi. Qolgan 5 yirtqich hayvonlarning nimasi uchraydi. Shu har qanday ayol yo'ldish ketgan vaqtda azoblandi. Yana qaytib kelmasmi deb har xil narsalarni o'ylaydi. Qaytib kelgandiki xushal bo'ldi. Şu ayollardagi bu xil psixikasi hozirm saqlanib qolgan. Bu qanday saqlanib qolgan desa, ayollar turib, ya'ni 30 kun, 45 kunda bir bakashlar ko'ngil yerim bo'lib qoldi. Ishnimi yo'qlik ko'ngil yerim bo'lib qoldigan ahvollar bor. Buni erlar tushunmay qoladi. Chunki erlar ayollarning yig'ilishini yaxshi ko'rmaydi. Chunki erlar ayollarning yig'ilish nima deb o'ylab qolsa, o'zining iqtidorsizligidan ko'rib oladi. Biz birdamdikin so'zlaymiz, ayollar o'rtasidagi farq. Şu ayollarning ba'zi ko'ngil yerim bo'lib qolgan vaqtlarda ular o'tmishdagi barliq narsalarni o'ylab, salbiy narsalarni o'ylab yosh to'kib oladi. Biz buni odatda hissi, uy tozalash deymiz. Buning ziyni yo'q. Ammo erlar buningga to'g'ri ma'lum qilish kerak. Erlar buni hargizmi men hamma nimani tayyor qilib birvatgan bo'lsam, sen yonimishga yig'laysan degan usullar orqali ayollarga ba'zida zarb berdilar. Bu ayollardagi bir xil psixika dolqun holatda shakllangan. Chunki har qanday odam nima deb o'ylaydi desa, masalan erlarning ayollarga muhabbet ifodalash usuli bilan ayollarning erlarga muhabbet ifodalash usuli o'xshamaydi. Ham erchu degan vaqtda o'zining muhabbet ifodalash usulini ayollarning muhabbet usuli deb o'ylab qoldi. Amniyat bu ikkisi o'rtasida nurg'un farqlarning borlig'ini tushunmaganlik uchun ayolning yig'ilishini o xato tushundi. Chunki erlarning muhabbet ifodalashi ko'pincha moddiy jihatdan narsalarni qondirish deb qoldi. Bumi dal ayni vaqt ibtidoiy holatdan qolgan. Chunki bir ayolning moddiy jihatga ehtiyojini qondirish ayni vaqtda erning bek zo'r bir vazifasi bo'lgan. Endi biz tuvanda nimani tushunib ma'qulmiz degan vaqtda er va ayollar o'rtasidagi farqni tushunib ma'qulmiz. Erlar odatda erlarning o'zlik tuyg'usi, ya'ni o'zini bir xil xushal tutish yoki o'zlik tuyg'usi deymiz. Nima orqali amalga oshadi desa, futuq orqali. Ya'ni bir er mayli uning qanchalik baxtli bo'lib ketishdan qat'iy nazar, baxtli oila bo'lib ketish qazar u ko'zi ko'rinmaydi. Bir er futuq qazangan vaqtda oningdan o'zida bir xil o'zlik tuyg'usini shakllantiradi. Shu erlarning ko'pinchisi narsalar qiziqadi. Mashina deymiz, pul deymiz, huquq deymiz, utuq deymiz. Mushu narsalar erlarda bir xil baxt tuyg'usini paydo qildi. Ayollar desa, ayollarda odatda hissiyat yoki bo'lmasa munosabat qazana olsa, ya'ni u boshqalar bilan yaxshi mayli do'stlari bilan bo'lsin, mayli yo'lchi bilan munosabatning sifatiga o ayollarda bir xil o'zlik muvaffaqiyat tuyg'usini shakllantirdi. Shuna Shakespeare erlar oila uchun dunyoni, ayollar dunyosi uchun, erlar dunyosi uchun oilani, ayollar oilasi uchun dunyoni qurbon qila oladi deb yozgan. Demak, bu xil alaylikni biz ham tushunishimiz kerak bir-birisini, ham ayollar o'zidagi ba'zi xato usullarni tuzish kerak deb qarayman. Unda olsa erlarning bu xil jismlarga, obyektiv jismlarga yoki bo'lmasa muvaffaqiyat orqali o'zligini tunishi yoki bo'lmasa o'zlik tuyg'usini ko'tarishi nikohda nimadan derak berdi? Erlarning ko'pinchisi kurash hayvoni deymiz shunga. Ular kurab yaxshi ko'radi, kurab o'chilib qoldi. Ayollar desa anglab yaxshi ko'radi, anglab o'chilib qoldi.
anlaşayбын deymiz. Bu zadi nikahı bizge nimeden direkt berdi? Erler üzüne qanda vaqtida eng xushal ish qila oladi yoki bo'lmasa üzüne qanda vaqtda eng yuqori holatda xushal bo'la oladi desa, ma'lum bir ishni o'zi mustaqil qila olgan vaqtda, ya'ni men mani o'zim yolg'iz qilaman, hech kimga tayanmayman degan bir xil holat bo'ldi. Shunlar hamma ishni o'zi qilib, vujud chiqara olsa bexo'shlar ketadi. Ammo erlarga ularning ruhsiz bir yordam kelib qolsa, buni ular yordam berdi deb o'ylamaydi. Balki meni ko'zga ilmadi deb o'ylaydi. Shu erlarning eng ochiq keltirgan nimasi ayol tuyuqsiz uningga ani qiling, mani qiling desa, yoki bo'lmasa ayollar maoshni xato qildingiz deb ayblab solsa, yoki hatto ayollar erlarning ruhsiz uningga taklif bersa, erlar hargiz buni kuyinish deb o'ylamaydi. Balki nim deb o'ylaydi bo'lsa, haqorat deb o'ylab oladi. Ya'ni sen meni qilamidi deb o'ylading deb qaraydi. Shu bir er bilan bir ayol mashinada ketib qolganda, ermo biladi yaqin yo'lni, ayolmo biladi, ammo ayol erga kuyinish yusidan mush yo'l yaqin mendan mangayl deb solsa, er qasdan uzun yo'lda mangadigan ahvollarmi ko'p uchraydi. Yani bu nokta bizge nima tushuntiryapti? Bu nokta bizge ayollarning amaliyotda o'zlik iqtidori dar boshqalarga qanchalik yordam qilishdi bo'ldi. Ayollar boshqalarga qancha yordam qila olsa, o'zini shuncha xo'sh his qiladi. Ayollar o'zining hissiyot yoki bo'lmasa bir xil turmushidagi ba'zi ishlarni o'rtoqlasha olsa, bularda futuq tuyg'usi bo'ladi. Ular uchun elib aytgan vaqtda munosabatning sifati, kuyinish deganlar ularning xizmatidan, dunyosidan, pul pichakdan muhim o'rinda turdi. Shunlar o'zining muhabbatini boshqalar talab qilmasimi, ifodalash orqali, ular qo'lini sunish orqali ifodalaydi. Ammo erlar uchun bu nimdan derak berdi desa, dal uning integrity, ya'ni bir xil erlik g'ururiga bir xil tekkandek his qilaman. Amaliyotda boshqa bir odamning yordamini qabul qilishmi, unga yordam berganlik bo'ldi. Masalan, bir er o'zining ayolining unga bergan takliflarini qabul qilishi, amaliyotda ayolga yordam berganlik bo'ldi. Men shunday bir narsani eskartib qo'yishim kerakki, asli bir er ayolidan eng ko'p taklif so'z bo'ldi. Chunki uning ayoli yo'ldoshiga eng yaxshi taklif berguchi. Bu gapni erlar cho'qim esda tutib olish kerak. Chunki ayollarning ishlarni kuzatishi yoki bo'lmasa ba'zi narsalarga to'g'ri maslahat berishi u erning nurg'un do'stlari qaraganda yaxshi deb o'ylayman. Ammo erlar buni nim deb o'ylaydi bo'lsa, o'zining bir xil qobiliyatsizligining oshkorlanib qolishi yoki bo'lmasa boshqalar tarafidan g'urur, tekkinlik deb o'ylaydi. Bu yaxshi ish emas. Hobbilarning bir maqol tamsili va tosh shig'il qancha kichik bo'lishidan qat'iy nazar, sen uni bir barmoqingla ololmaysan. Tosh qanchalik kichik bo'lishidan qat'iy nazar, sen uni bir barmoqingla ololmaysan. Cho'qim ikki barmoq ishlaysan. Erlarning bu xil psixik kamchiligi, erlar buni g'urur deb oladi. Nurg'un erlarning ufuq qazinishidan mahrum qoldirdi. Asli muvaffaqiyat qozongan odam qanday qilsa, u mustaqil ish qilmaydi. O nurg'un odamlarning yordam orqali oningdekin o'rlab chiqadi. Sunukonni ko'ramiz biz. Sunukon degan kinoda Sunukon nurg'un mushkulliklarni yoki jinalvaslarni azalda o'zi yolg'iz yo'qotmaydi. Erishki chiqib ya bir avliyani boshlab keladi, ya avval ruksvara, butsatbani boshlab keldi. Ish qilib bir yordamlar orqali bu vazifani o'rindaydi. Biroq televizor ko'rishlarning hech qaysi Sunukon yordam so'radi demaydi. Balki yanli biz kreditni, ya'ni bu yerdagi maqtashni yoki bo'lmasa inovatni kimga bermasa, ya'ni Sunukonni hurmat qilaveramiz. Demak, muvaffaqiyat qozongan erlarda dal boshqa normal erlar g'urur deb o'ylab olgan, ammo psixik ojizlik, asli psixik ojizlik bo'lib ifodalangan bu xil xarakter nurg'un ufuq qozongan erlarda bo'lmaydi. Ular qanday qilib kishilardan hamkorlashni, qanday qilib boshqalarning ortiqchiligidan foydalanishni, qanday qilib boshqalarning fikrlarini qabul qilishni bildi.
Şu muvaffaqiyatga erlerdik ortak alayık nimelse, meyli qandaq adam bulup ketişqatsar. Onundan qancha tüven bulup ketişqatsar, başqalarının məsləhətini, təklifini qulaq selip anlaydı. Amma normal erlerçi olsa, başqalarının onun belgin tekliflerini, onun çürülken bir hakaret dep oyladı. Ayallardan verilse, texim şundaq oylaydı. Şu ayallarının muhabbet künüş usulü, yani başkalarına yardım beriş, ular soğumusum teklif berişten ibaret muhabbetini düşündürüş usulü erlerinin kuluk kırgende nim bulap çıkavatı dese del hakaret ulap ipadanıp çıkavatkan ki. Mana bu nima dese nurgun ailelerde buldu iş. Ayal nim dep oylaydı usmen yaxşı köngülüm bilen davet etmende. Erço dese bunu makul usuldu buldan ki. Şun hem bunu bir-birisinin paylaşımda gerek hem amal ba erler bu xil usulni tüzese en yaxşı hesaplandı. Demek muvaffaqiyat herkes mu bir barmaqla iş emas. Onda biz endi şu er ayollarning besimga taqobil turish usuldagi farqni bilib baqaylik. Endi besimga taqobil turish usulda er ayollar o'tirsida farq bor. Masalan, turmushda har xil besim chiqqanda erlar qanday qildi deganda jimjit sukut ichida mas'ul to'g'riliq o'ylaydi. Ular bu masalalarni boshqalarga deyishni, hatto ota-onasiga ayollik deyishni ham xohlamaydi. Ularning maslahat qilish usuli qanday degan vaqtda o'ylash, jimib ketish. Agar ular masalaning hal qilish usulini topa olsa, darhol xushal bo'ldi. Va boshdan boshqalarga ochiq chiroy holatga o'tib ketadi. Agar ular masalaning hal qilish usulini topamiz shu deganda bu meselelerni unutib ketish uchun o'zini boshqa harakatlar orqali oldirash qiladi. Masalan, televizor ko'rish, to'xtamay kanal yo'tkab. Yoki bo'lmasa taloq chiqib do'stlar o'ynash, yoki o'yinchiqlarni o'ynash, yoki bo'lmasa ba'zida xatarlik o'yinlar orqali, yoki bo'lmasa o'zining axloqiga munosib bo'lgan, nomuvofiq bo'lgan ba'zi benormal munosabatlarni o'rnatish orqali bu masalalarni unutmoqchi bo'ldi. Bunda vaqtlarda erlar intayin bir xil oiladagilardan orliq jiroqlab ketadi. Unutqoq qolib ketadi. Gaplarga inkas bo'ldigisi, gap qilgisimi kelmay qoladi. Ularning bunda vaqtlarda 5% kallasi oilada bo'lsa, 95% kallasi odatda masala ustida o'ylanish holatda bo'ladi. Ondan sonra bu vaqtlarda tabiiy ayoliga nazardan saqit qiladi. Xuddi ayoli mavjud emasdek tuyg'u berib qo'ydi. Buni ayollar cho degan vaqtda bir xil ko'ngli kelib oladi yoki shaxsiy holati kelib, meni yo'ldoshim yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qopti deb o'ylaydi. Amaliyotda buning dal erlarning turmushda bir besim uchragan yoki bir hal qilinmayotgan masalasining borligini tushunmaydi. Balki buni shaxsan mang bo'lgan hissiyat uslab ketibdi deb qaraydi. Chunki nimishqa? Chunki ayollar besim uchragan vaqtda yo qiyinchilik uchraganda hargiz bu xil usulni bir taraf qilmaydi. Ayollar qandaq bir taraf qildi deganda ayollar darhol mushu masalalarni o'rtoqlashadigan, o'zining ko'ngli yerim bo'lgan, altini boshqalar o'rtoqsan bir odamga muhtoj bo'ldi. Shunlar darhol o'zining ko'nglidagi g'ashlikni yo g'am adnishlarni boshqalarga deb bagiz ketadi. Shundoq odamga muhtoj bo'ldi. Dal bu ayollarning ba'zida turmushda ezib ketadigan bir alohida usuli. Chunki bunda vaqtda ular haqiqatan ularning ko'nglini, dardini tinchaydigan bir odam uchrab qolsa, buni ular xato holda muhabbet deb tushunib qoldigan ahvollar bo'ldi. Albatta buningdan ba'zilar foydalanib ketadi. Ayollar odatda besim uchqanda qanday qildi bo'lsa, xuddi erlar inchki tafsilotlar bilan o'ylagandek, ayollar inchki tafsiloti bilan so'zlaydi buni. To'xtamay masalalarni deydi. Hozirgi masala, o'tmishdagi masala, kelgusidagi masala, ishqi masala bo'lsa, devitish orqali, so'zlash orqali o'zining besimini yengillatadi. Hatto ba'zida ayollar o'zining bu xil azobli masalalarni unutib ketish uchun o'zini qo'yib boshqalarning dardiga dardman bo'lib ketadi. Ya'ni boshqa ayollarning dardiga dardman bo'lish orqali o'zining masalalarni unutishga tirishadi. Chunki ikki ayol hal qilib bo'lmaydigan masala to'g'riliq paranglish orqali o'zining masalalarini hal qildi. Garchi masalaning hal qilish usulini topolmasa-mu, mush masala to'g'riliq paranglishning o'zila ayollar uchun masalani hal qilganlik hisoblanadi. Shunga oshxonda ikki ayolning
paranglishi yoki do'stlar bilan yaqin do'stlar bilan paranglishning ba'zida psixiklik davolash ro'ligiga. Ammo erlar hargizmi oshxonada o'zining shaxsiy masalalarini yoki bo'lmasa uni buni deyish orqali paranglashmaydi. Ular masalani hal qilmoqchi bo'ladi. Shundoq bir narsani bilishimiz kerakki, men bayotim dedim, erlar hargizmi bevosita yordam so'rashni xohlamaydi deb. Ammo erlar o'zining masalalarini o'ttirib qo'yishi dal erlarning intayin yuksak holda bir yordam talab qilganlik bo'ldi. Ular bevosita yordam talab qilmaydi, balki masalani o'ttirib qo'yish orqali yordam talab qildi. Ammo ayollar masalalarni o'ttirib qo'yish orqali yordam talab qilmaydi. Ular shu masalalarni deyitish ehtiyoji bor, so'zli bo'ladi. Gap qilish orqali masalani hal qilamizmi? Ash masala to'g'riliq paranglashning o'zila ayollar uchun masalani hal qilganlik bo'ldi. Ammo erlar bo'lsa hal qilish usulini topdi. Shunga ba'zi ayollar oila kelib qoqshigan shaklida xizmati to'g'riliq yoki bo'lmasa ba'zi do'stlarining masalalarini desa, erlar nima deb o'ylaydi bo'lsa, buni hal qilmoqchi o'xshaydi deb mandaq qil deb bilan bir eg'iz yoki ikki eg'iz gap bilan to'sib o'tadi. Amaliyotda erlar ayollarning bu xil masalalarni deyishning faqat bir yaxshi anglag'uchiga muhtoj ekanligidek shundoq bir holatni bilish kerak. Nemishqa nurg'un oilalarda erlar ayollar o'zining masalalarini o'ttirib qo'yib qoqishsa jil bo'lib ketadi yoki bo'lmasa ochiqga ketadi. Chunki men bayotim dedim, erlarning odatda o'zligi qobiliyat bo'ldi. U ayoli tarafidan o'zi hal qilolmaydigan bir masalani anglagan vaqtda ochiqga ketadi. Chunki ayollarning ba'zi masalalarni hal qila olmaydigan masala, ham ularning hal qilgisi yo'q, ammo er nim deb o'ylaydi desa, men buni hal qilishim kerak deydi. Agar hal qilinmag'idek ishlar olib qolgan vaqtda buni anglash erlarga bir xil besim tushiradigan ahvollar bo'ldi. Shunga mushu besimga taqobil turish usulida ikki er bilan ayolning o'xshamagan holatiga alohida diqqat qilish kerak. Bundan biz nima tushuna olamiz desa, erlarning jimjib ketishi, buni ayollar hargizmi mendan jiroqlab ketdi demay, cho'qim kallas bir narsa o'ylayotgan o'xshaydi deymiz. Ayollar ba'zi vaqtda bunda vaqtda gapga o'chilaydi yoki shu gaplarni deb berishni umid qildi. Chunki ayollar shunday qildi emasmi? Ammo aqlli ayol bunda vaqtda amal va yo'ldoshiga bir tinch muhit berish kerak. U hargizmi ayolidan jiroqlab ketganlik yoki uningga sal qarg'anlik yoki nazarni saqlanlik bo'lmasdan, balkim bir besimni yengillatishning usul ekanligini ayollar tushunish kerak. Erlar nima tushunish kerak deganda, ayollarning masalalarini to'xtamay o'ttirib qo'yishi hargizmi masalani hal qilish usulini izlaganlik emas, balki mush masalani bir zo'q-sho'q bilan anglaydigan bir erga muhtoj ekanligini bilish kerak. Yani shu vaqtda faqat savrchanlik bilan anglab bersalar, ayol o'zini bir xil shunda xushal yoki muhabbet tuyg'usini his qila oladi. Hamda shu, ya'ni biz funksiyalizm nazariyasiga qaytib kelaylik. U davrda bir erning qobiliyatining bo'lmasligi nim bilan barobar desa, o'lim bilan barobar. Chunki agar uni ma'lum qobiliyatimiz birisi ovlayamaydi, yan birisi yirtqich hayvonlar tarafidan yeyilib ketadi. Shu bunday aytgan vaqtda erlarning eng kuchli qo'rqishi nima deganda, dal qobiliyatsiz bo'lib qolish. Shunga erlar shundoq bir narsani his qilish kerakki, erlardagi ba'zi ro'yi masala, psixik masala amaliyotda jinsiy masalani keltirib chiqardi. Albatta jinsiy masalami ro'yi masalani keltirib chiqardi. Bunga alohida diqqat qilish kerak. Erlarning eng chong qo'rqish nimasi? Qobiliyatsiz bo'lib qolish yoki qobiliyatsizlikda ko'rinib qolish yoki boshqalar tomonidan anglagan gaplar uni qobiliyatsiz his qildirib qo'yish. Bunga ayollar alohida diqqat qilish kerak. Shunga erlarning eng ochiq keldigan ishlar nimasi? Selishtirish. Eng mag'lubiyatchi ayol yo'lishini doim boshqalar bilan selishtirdi. Erlar bunga eng o'ch keladi. Mayli boshqa odam qanchalik qobiliyat bo'lib chiqqan nazar, siz o'zingizning yo'ldishini hargiz boshqalar selishtirsangiz bo'lmaydi. Balki unga rag'batlantirish. Bizda boshqalarga yordam qilishni xato tushunib olgan. Boshqalarga yordam berish hargizmi ularning doim hamma nimasini tayyor qilib berish yoki ularning ehtiyojini har xil moddiy narsalarni qondirish emas. Asli yordam berish degan nima esa, uning osh narsalarni ola oladigan iqtidorini yetildirish.
Analarning ko'pi shunday qildi. Balalarga yordamni hamma narsani tayyor qilib berish orqali. Hamma narsa tayyor qilinib berilgan vaqtda bu yordam bo'lmasdan balkim o'sha odamning o'shanchalik narsaga erish iqtidorini yo'q qiladi. Masalan, siz bir odamga bir xalta putquli saq odam bir xalta un bersangiz, uning ikki xalta un olish iqtidorini yo'q qilishingiz mumkin. Shunga bizning yordam berish deganimiz nima tushuntirdi desa, dal boshqalarning nurg'un iqtidoriga rag'batlantirishni biz yordam berish deb tushunsak. Albatta, psixologiyada bir tayinib yashash deydigan bir hodis bor. Masalan, men bir odamga yordam qilma. Emniyet uning yordam qilib, u men orqali yashayotgandek turgan, menmi uningga yordam berish orqali o'zimning mavjudligini saqlab qoldigan ba'zi hodisalar bor. Shunga erlarning eng qo'rqadigan nima desa, qobiliyatidagi his qilish. Demak, bir ota-ona o'g'liga nurg'un narsalarni ta'minlab beraversa, qaramoqqa bu ota-ona uning yordam berayotgandek turgan bilan amaliyotda bolaning psixikasi og'ir o'zgarish bo'ldi. Nima qilsa, chunki u o'zini bag'an sir narsalarga erishib, baqodan erishib olgachga o'zini qobiliyatsizlik his qildi. Ongsiz oldi. Bu vaqtda bir tajriba olib berilgan. Bir turkum yashanganlarni yig'ib ikkiga bo'lgan. Ma'log'i nima degan desa, yashanganlar, sizning hech qanday ish qilishingizga ruxsat yo'q, hamma narsani biz ta'minlab beramiz degan. Ma'log'i desa, hamma ishni o'zinglar qilsizlar degan. Bir oyda o'tgandan keyin ma'log'ining immun kuchi bo'lsin, psixik nimasi bo'lsin, tuvallab ketgan. Garchi bularning hamma nimasini ta'minlab bergan bo'lsa-mu, biroq bularni qanday tuyg'u olgansa, o'zining bir xil qimmati yo'qdek his qilgan, qobiliyatdek his qilgan. Salomatligim tuvallab ketgan. Ma'log'i bo'lsa, hamma ish o'zi qilganlik uchun bir xil o'zining qobiliyati bordek his qilgan. Shuni mening bolalar deydiganim yoshlarga, ota-onasi yo'qlaganda qandaqdir ularga moddiy narsalarni, ularning hamma sharoitini hozirlab berish emas, balki pat-pat ulardan shu taklif so'rash. Ancha-muncha ular qila oladigan yordamni so'rab bersa bolalari, buningdan cho'nglar bexo'sh bo'lib ketadi. U orqali ularning texicha bolalarga har xil usulda yordam bera oladiganday qadr qimmatining borligi yoki qobiliyatining borligini isbotlab bera oladi. Shunga yoshlar cho'qim pat-pat ota-onasidan maslahat so'rab turishi, taklif so'rab turishi, ba'zilarga yordamga chaqirishi bo'ladi. Albatta, ba'zilar. Demak, erlardagi bu xil o'zining qobiliyatidan intayin qo'rqash bu xil holatini ayollar vasla qoldi oshkorlab qo'yishga yoki bevosita orqali bularning bu xil g'ururiga tegish bo'lmaydi. Balki ularni vasla qoldi rag'batlantirib, o'zining amaliyotda qobiliyati ekanligidek mushunda holatini tunqusib qo'ysa, ya'ni rag'batlantirib qo'ysa, u chaqda bu yo'ldashga ajoyib foydasi bor degan. Endi ayollarning eng cho'ng qo'rqishi nima? Ayollarning eng cho'ng qo'rqishi yo'qitib qo'yishdan qo'rqdi. Endi bu yerda bir xil g'alit ziddiyat paydo bo'ldi. Erlarni dedik bular qobiliyatsiz bo'lib qilishdan qo'rqdi dedik. Shun ba'zida erlarning ayollarning gapini anglashni xohlamaslik sababim shu. Chunki ular ayollarning ba'zi gaplarini, masalalarini anglab hal qilolmaslikdan ansiraydi. Ular bu narsani hal qilmaganda ularning eng qo'rqish qo'zg'alib chiqadi. Ya'ni uni hal qilolmadi, demak u o'zining ko'nglida incompetent, qobiliyatsizlik his qildi. Shunga erlar ayollarning gapini uzun mezgil anglab chidab tura olmaydi. Nima qilsa, u gaplarni anglash jarayonida ular hal qilolmaydigan masalalarni anglab qilishni xohlamaydi. Ayollarning eng qo'rqadigini yo'qitib qo'yish. Yo'qitib qo'yishdan qo'rqadi. Masalan, dada kompleksini deylik, kichik vaqtida dada mehriga to'liq qanmagan. Qizlarda tabiiyla baldur muhabbet kelib chiqadi. Ham muhabbetlashgandan keyinki muhabbetini tatqizib qo'yishdan yoki uningdan ayrilib qolishdan bek ansiraydi. Unda bo'lsa ayollar bu xil yo'qitib qo'yishdan ansirganlik uchun bir xato yo'lini bosadi. Nima yo'lni deganda, haddan ziyoda qurbonlik berdi va qurbonlik berish orqali saqlab qola olmayman deydi. Qarang, bu yerda bir paradoksiya bor. Ayollar yo'qitib qo'yishdan qo'rqqanlik uchun bular qurbonlikni jiq berdi. Bayatim men degandek, erlar qilishlik ishni o'zi qiladi, qurbonlik berishlik ish bo'lmagan yerdan qurbonlik berdi. Bu berish dal erlarda nimani shakllantirdi desa, xuddi o'z ishini yaramaydigandek holatni ongsiz oldi shakllantirdi. Chunki menga ba'zilar beriversa,
eng ahırda men qandaq o'ylayman deganda men bir xil qobiliyatning yo'qligidek hissiyatda bo'lib qolman. Şu ayollarning bu xil to'xtovsiz qurbonlik berishi yoki to'xtamliq o'zini to'xtovsiz holda o'zini erlami qilish tegishli nurg'ishlarga o'zining qilib olishi eng ahir nimani keltirib chiqardi desa, dal erda ayolga nisbatan bezorlikni shakllantirib qo'ydi. Bu ya'ni qayta ko'rib tushuninglar. Paradoksiya. Asli ayollar nimada xo'sh bo'ladi desa, ayollar qadrlanishdan, kuyinishdan asli xo'sh bo'ladi. Ama ayollar qo'rqishdan qo'rqqanlik uchun berish qarapmadi. Bular qancha bergan siri hamda o'zini qurbonlik bergan o'zini qadrisi o'ylab oldi. Nima ish qilsa, chunki ular kuyinish orqali xushallik topdi. Biroq bu qatam yo'qtishdan qo'rqqanlik uchun berishga boshladi. Berishga boshlagan siri tuyg'usi ayolni tuvallaydi. Bu erda texib benormallikni, bearamchilik keltirib chiqadi. Shunga bek ko'p qurbonlik berish er uchun arg'illik, ayol uchun arg'illik bo'ldi. Er uchun nima arg'illiksa, er doim o'zini incompetent, ya'ni bir xil qadrsizlik his qilish shekli mushunda kelib chiqadi. Shu men doim deyman, er berishni o'rganganda, ayol elishni o'rganganda ondan baxtdan so'z ochgan bo'ldi. Burun bir chavandoz var ekan, bu odam yo'l ketib qolsa, bir qal'aga uchrab qoldi-da. Bu qal'ada qutqizon degan ovozni anglabdi. Qarasa, qal'aning siz bir malika va malikani bir ajdirho yeyim deb kelayotgan. Shundan bu ayol bu malika shunda qo'rqashchi tug'an vaqtda bu chavandoz o'zining qilich bilan uni o'tirib ajdirani malikni qutuldirib olibdi. Shundan malik buni yaxshi ko'rib qopdi, podshoh buni yaxshi ko'rib qopdi. 13 kundan ikkinchi bo'lsa, bu chavandoz yana qayta bir safar chiqish kepti, men bayatim degandek. O safardan qaytashda yana shu qal'ada, yana bu malikini, yana bir ajdirho saqlayotganda, yana yeyman deb. Shundan bu chavandoz yana o'xshash usulda qilishni olib, chavandoz ajdironi o'ltiray deyishga maliki debdi. Qadrlikim, bu ajdirho siz boshqa ko'yga ajdirho emas, bu bek yomon. Shunsiz ma orqali buni o'ltiring deb unga bir sehrlik og'amchini tashlab turibdi. Bu chavandoz sehrlik og'amchi bilan ajdironi o'ltiribdi, qutuldiribdi. Biroq bu qatim u dastlabdagidek bir xushal his qilmabdi. Nima ish qildi deganda, bu qatim u o'zi yolg'iz o'ltamasdan, balki qizning yordam bilan o'ltaganlik uchun chavandozni bir xil uning qobiliyatlik tuyg'usi sal tuvalidi deydi. Kulan shu o'tishgach yana u boshqa yerga berib, yana qaytashda 3-chi ajdirho yana malikani yeyim deb kelgan. Uni o'ltiray deb qilichin chiqaray desa, malika bu uningdan yomon, buningga buni ishlating deb sehrlik suvni tashlab turibdi. Sehrlik suv bilan o'ltiribdi. Ammo ko'ngli shunda g'ash bo'lib ketibdi. Nima ish qilsa, bu qatim u yana qizning bu xil uning ruhsiz qilingan bu xil yordamlardan nima ish qilgan desa, incompetent, ya'ni o'zining bir xil qobiliyetsizlik his qilgan. 3-chi qatim bu yana safar chiqibdi. Safar chiqsa boshqa bir qal'aga berib qopdi. Boshqa bir qal'ada boshqa bir qiz bolani ajdirho yeyman deyotgandek, shuna u qilich bilan ajdirhoni o'ltirib yutibdi. Qiz uni yaxshi ko'rib qopdi. Buningdan shunda yaxshi tuyg'ulabdi. Shundan ikkisi to'y qildi. Shu erlarning ko'pinchisida mushkil holatni shakllantira oladigan qizlar bek muhim. Ya'ni erning vujudidagi uningga to'xtovsiz qurbonlik berib, to'xtovsiz yordam berib, uning qobiliyat tuyg'usini tuvalitish emas, uning to'xtovsiz madad berib, to'xtovsiz uning ishinib, doim uning ortiqchiligini ko'rib, uningda bir xil o'zini qobiliyatlikdek his qildira oladigan ayollar eng oxirida erlarni tutib tura oladi va erlarga bir xil baxt tuyg'usini ato qila oladi. Shunga nurg'un qizchaqlarda yoki nurg'un ayollarda ashundaq bir xil xato ideya bor. Ya'ni qurbonlik berish orqali, yordam berish orqali men uning sevgisiga yo muhabbatga erishaman deydi. Amaliyotda bu o'zimi charchaydi, chunki ayollar aslida boshqalar tomonidan kuyinish orqali o'zligini saqlaydi. Boshqalarning uningga yordam
bәse o bekli hoş buldu. O yani gül girse hoş buldu. Bırak ayallar şu degende yuqtib qo'yishdan ansirab gül elishdan gül birish qarab mağdı. Onda siz bir erge gül bergen bolsanız bu nimden direkt bir dese erning gül setib ola oladigan qobiliyatini bir xil yo'q qilib etganga barobar bo'ladi. Bu emniyet аңсаңda psixikada erning bu ayoldan bezar bo'ladi. Chunki har qetim bu ayolning yana kelganda o'zini qobiliyatsizlik his qiladi. Buning chuqum intayin diqqat qiladi. Shunga ba'zi oilalarda ayol bek o'rlab ketgan vaqtda erdan ait psixikada ro'yda tushkun bo'lib ketdi. Nima ish qilsa, har qetim ayolni ko'rgan vaqtda o'zi bir xil qobiliyatlik tuyg'uni paydo qilib qo'ydigan ahvollar bo'ldi. Shunga mening deydiganim chuqum yaxshi ayol, haqiqiy yo'ldoshi kuyindigan ayol uning qobiliyatini joriy qildirishga usta bo'ldi. U doim shu ayol bilan yoki shu oilada bo'lganda o'zini qobiliyatiga his qilgan vaqtda, o'zining muhtoj boshqalar tarafidan muhtoj ekanligini his qilganda, uningda boshqa bir xil yaxshi psixika holat shakllandi. Shu har qanday bir muhtoj bo'lishga muhtoj. Ya'ni har qanday bir boshqalar tarafidan muhtoj bo'lishga muhtoj. Qachon uning boshqalarga muhtoj emasligini his qilgan hamon u o'zini qimmatsiz, qobiliyatsiz his qiladi. Yani shunga men hozir sizlarga ayollar bo'lgan 5 xil psixik ehtiyojini deb berman, ko'ringlar. Birinchisi ayollarning birinchi psixik ehtiyoji nima deganda kuyinish. Bular kuyinishni muhabbet deb o'ylaydi. Kuyinishning shakli nima esa men bayat degandek ularning gapini anglab berish, ularning hissiyoti o'rtaq bo'lib berish. Hargiz masalasini hal qilish emas, o'rtaqlash berish. Anglab berish, kuyinish. Ikkinchisi har qanday ayol o'zining qalbini boshqalarning tushunishini orzu qiladi. Shunga ayol erlar garchi ayollarning qalbini to'liq tushunmasmi, ba'zida tushungan bo'lib bilishmi, ayollarga bir xil xushallik ato qiladi. Uchinchisi hurmat. Har qanday ayol yo'ldoshining yoki boshqalarning uni hurmat qilishini umid qildi. Ayollarning eng ochiq keldigini kechirib o'tmaydi demasa, yo'ldoshining ayolni boshqalar vaqtida ayblishi yoki o'zining to'ng tegishini ayollar qabul qilolmaydi. Buning erlarga diqqat qilish kerak. Har qancha ochiq kelib ketsa-mu, hargiz ayolni boshqalar tuqqanlari, do'stlari yoki o'zining erning tuqqanlari boyada ayolni ayiblash ayollar bekor keldi. Ayrim vaqtida qanchalik ayiblasa, buni balkim to'g'ri tushunish mumkin, ammo odamlar bu vaqt ayiblashni ayollar intayin ig'ir oldi. To'rtinchisi validation. İtiraf qilinishiga erishish. Ya'ni ayollar bayat dedim, yo'qtib qo'yishdan qo'rqqanlik uchun ular doim qurbonlik berdi. Bu qurbonlik berishlardan o'zi har xil usullar qoyil qildi. Biroq ayollar аңсал nima talab qildi desa, yo'ldoshining o'zining ashning uchun qancha qurbonlik berayotganligini bir muayyanlashtirishni, sen shunda jafo chekding, shunda qilding, rahmat degan bir gapni аңсалda saqlaydi. Balkim bir umr saqlashi mumkin. Ammo erlarning ayollarga rahmat demak intayin ters bo'ldi. Men shundoq bir narsani deb qo'yayki, kishilardan xato qilgandan keyin kechirim so'rash yoki bo'lmasa erning ayolga rahmat deyishi, amniyat shu oilaning baxtli indikatorini ko'taradi. Oddiysi bir ayolning kayfiyati yaxshi bo'lgan vaqtida etgan tomoq bilan yaxshi bo'lmagan vaqtidagi etgan tomoqqa o'xshamaydi. Agar bir ayolga tomoqqa rahmat desa, uning kayfiyati ko'tarildi, tomoq yaxshi bo'ldi, bu tomoq yana eriydi, uning yana oshqozoniga asli foydasi bo'ladi. Shunga erlar pat ayolga rahmat deb qo'yish, balkim ayolning 10 yillik yoki 20 yillik ba'zi erga bo'lgan noroziligini yechib olish mumkin. Bir tal rahmat bilan bir tal gul. Amriyat ayollarning ko'ngli intayin nozik, oddiy bo'ladi. Biroq erlarda bu xil ayolga rahmat deyish, ayoldan kechirim so'rash yoki ayoliga ma'lum narsalarni pat-pat so'q qilish yoki ayolini pat-pat tomoq taklif qilish erlar intayin salqiraydigan masalalar. Ham erlar buni bir xil o'zlikning yoki inkompetentlik, egoning tuvalib ketishi deb o'ylag'achqa erlar uchun buni aytdi ig'ir keldi. Ammo bir qatim sinab boqqandan keyin bo'lsa, bu ishning uncha olami ta'sir emasligi, bu ishning amaliyotda oilaning inoqligini ko'tarishda muhim rol o'ynaydiganligini bildirdi. Oddiysi ayollar tafsilotlarga diqqat qildi. Masalan, bir gul so'qigan bo'lsa, u
manchi pulliq gul so'y qildim deydi. Biroq ayol uchun bu gulning qancha pul bo'lishi ancha bek zo'r emas. Ayol bu gulning balkim yupurmoqlariga qarish mumkin. Yani hamma yupurmoqlar saqmi saq emasmi, gul chiroyli emasmi, shundan qarish mumkin. Ammo ayol erning kallasi bo'lsa, men manchilik qimmat gul so'y qildim deyish mumkin. Shu ba'zi tafsilotlar kelganda erlar cho'qim ayollarning shu itiraf qilinishga ehtiyojini qondirish kerak. 5-inchisi bo'lsa reassurance. Tasalli muhtoj bo'ldi. Amaliyotda ayollarning mayli yig'lash yoki azob yoki qaqshashlari bo'lsin, ko'pincha tasalliga muhtoj bo'ldi. Bo'libmi uningga 1000 do'sti tasalli bergandan yo'ldoshi tasalli bersa, bu ayol o'zini texmi baxtli o'ylaydi. Biroq reallikda nurg'un vaqtlarda erlar bu nuqtaga sal qaraydi. Hamda erning ehtiyojlaridan cho'ng ishonish. Har qanday vaqtda ayolning uning ishonishini orzu qildi. Men ayollar shuni eskartib qo'yishim kerakki, yo'ldishingiz qanchalik nachar bo'lib ketsa, qanchalik eski bo'lib ketsa, uning vujudidan siz shunchalik zarrachilik bir ortiqchilik deb olsangiz, ortiqchilikni diqqat qilib turib oling. Ortiqchilikka qancha diqqat qilsangiz, shu ortiqchilik eng oxirida kengayib, boshqa kemchiliklarni besib ketadi. Shunchalikmi? Zarrachilik. Chunki har qancha nachar degan erdimi, cho'qim yaxshi taraf bo'ladi. So'ng aqlli ayol nima qilish kerak desa, dal osh nuqtaga diqqat qilish kerak. Ham yo'lchi ishonish kerak. Yo'ldishi ishongidek ish qilmasimi ishonish kerak. Chunki faqat ishonch orqaliqlar ularning ishonchsiz holatlarini tuzatkili bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa har qanday admiration. Admire deylik. Havas qilinishni yaxshi ko'rdi. Har qanday maqtilishni yaxshi ko'rdi. Maqtilishni yaxshi ko'rmaydigan bo'lmaydi. Burun bir odam borkan, u nima deb o'tsanglar, men har qanday meni maqtagan odamni ko'rsam ochig'im keldi desa, do'sti, ma xarakterim bo'ldi ekan desa, xo'shulab kulib ketibdi. Demak, har qanday bir erda havas qilinishni yaxshi ko'rdi. Shu men bayotimdan bir erni yon bir er bilan selishtirishning o'zila bu ayolning intayin ahmaq do'tligidan derak berdi. Shunga havas qilish, ya'ni bo'libmi erlarning orqandagi ayollarning uning havas qilishini umid qiladi. Erlarning hatto nurg'un uftuqlarimi tip yildizi o'lib ketganda ayollarning uning havas qilinish uchun deb qaraldi psixologiyada. Shu erlar to'xtamay, taraqqiy qilib to'xtamay uftuq qazanishimi mushundan keldi. Qaysi qachon ayollarning uningga yoki o'zining ayolining uningga havas qilmayotganligini ko'rganda tabiiy beoromchilik shakllandi. Uchinchisi esa forgive. Erlar bir xil kichik baldek psixikam bor. Shunga u o'zining xatoligining boshqalar tarafidan kechirilib ketishni umid qiladi. Shunlar doim o'z burun o'tkazib qo'ygan gaplar to'g'risida ayollarning qayta so'z aytishini yaxshi ko'rmaydi. Ayollarning mingizda bir xil g'alati ish bor. Mingizda Saqanqur rayoni degan rayon bor. Bu rayon odat erlarnikidan cho'ngroq bo'ldi. Saqanqur rayoni qanday rayon deganda Saqanqur qurtga o'xshagan rayon. Bu yerda aslimalarni saqlab oladi. Shunga ayollarning azroq ko'ngli yerim bo'lsa, Saqanqur rayonidagi barliq nachar aslimalarni yig'ibli biroqlam qoqshab ketadigan ishlar bor. Shun yo'lchi azroq uning ko'ngli yerim qilib qo'ysa, burun qilgan ishlardan tortib hammani so'rab chiqadi. Bu dal erlar xolimaydigan ish. Chunki erlar o'tmishdagi nurg'un narsalarni ayolining unutib ketishini, qayta yuziga solmasligini umid qiladi. Ammo ayollarning bu xil xarakteri nima desa, kichkina bir ishni burun qilishga biroqlam so'rab chiqib deb ketish ahvollari mavjud. Undan keyin erlarning yana hala ehtiyojlaridan nima bor deganda, o'zining hobi qiziqadigan ishlar bo'ldi. Biz top kurash deymiz yoki shaxmat o'ynash. O'zining qiziqqan narsalarga o'zining qiz do'sti yoki ayoliningmi qiziqishini yaxshi ko'rdi. Birga ko'rishni. Bular muhabbet ishlayotganda ko'p uchraydi. Ya'ni o'zining muhabbati yoki ayolining o'zi qiziqqan narsaga uningmi birga qiziqib berishini yaxshi ko'rdi. 5-ehtiyoj shu degan vaqtda rag'batlantirish.
Her qandaq meyil ayol tarafından yoki boshqa tarafdan rag'batlantirishga muhtoj. Şuna bu 5 ehtiyojni Alloh tutib yashashni umid qilaman. Endi qanday vaqt odam ezib ketadi yoki yo'ldan chiqib ketadi yoki bo'lmasa sadoqatsizlik ish yuz berdi deganda ayollarda ikki ahvol uchrasa, birisi o yemeklik yoki moddiy ehtiyoji, ya'ni yo'ldosh ularga yetarli yemek ichmak yoki bo'lmasa pul xarajat ta'minlab beramiz. Ikkinchisi yo'ldosh uzun muddat unga ko'ngil bo'lmagan bo'lsa, ko'ngil bo'lish kam bo'lganda ayollarda darhol ezib ketish paydo bo'ldi. Albatta aktiv holda emas, passiv holda ezib ketish. Bu deganlik aktiv izlamaydi. Ammo passiv holda yo'liqqan vaqtda yoki boshqalarning ozdirishga uchragan vaqtda tezlik bel qo'yadi. Mushkil narsa. Shu bir bo'lish bilan har qanday erning cho'qim oilaning moddiy ehtiyoji qondirish bir erning mas'uliyat deb qaraldi. Şu yerda men bir narsa dedim. Ya'ni aktiv holda ezib ketmaydi ayollar. Passiv holda ezib ketadi. Bu deganlik o'zi aktiv holda chiqib ezib ketadigan ahvollarni aytadi. Ammo passiv holda boshqalarni ozdirishiga taqobil turish masalasi bor. Ya'ni mushkil narsa kam bo'lganda bunga taqobil turmoqsa ta'sir. Erlar cho'lsa birisi o'zida incompetent. Ya'ni ash uyda bir xil qobiliyatda kesib qolsa. Doim ayiblash kuchursa, doim selishtirishga uchrasa, doim yurmaslikka uchrasa, darhol bular aktiv holda ezib ketadi. Erlar aktiv holda izlaydi. Yana birisi jinsiyat. Jinsiyatni biz so'zimiz yo'q. Mushkil nuqtaga biz alohida diqqat qilmasak bo'lmaydigan masala. Şuna mening hamda barliq ko'rmanlarga deydiganim bir oila bek muhim deb qarayman. Men burun bir narsani ko'rgan. Bir ot 100 kilo narsani ko'tara olsa, yan bir otmi 100 kilo narsani ko'tara olsa, unda bu ikkisi birlashsa 200 kilo yuk ko'tara olamdi deganda yo'q. Hamda 400 kilo yuk ko'tara oladiganlik. Ya to'rttasi bo'lsa 800 kilo yuk ko'tara oladiganlik. Bir ot 100, bir ot. Ammo ikkisi birlashib so'rab qolsa, bu ikkisining to'rttasi, ya'ni 400 kilo yukni so'ra oladiganligi dek bir tajribani ko'rgan. Demak, vaqti kelganda bir odamning yaratgan qimmati, bir odamning kuchi qaraganda ikki odam birlashsa, ma odamning kuchi ikkisining yig'indisiga emas, to'rttasiga teng bo'ladiganligini derak berdi. Shuna oilaning inoqligi, oilaning baxti bu intayin muhim hisoblanadi. Shunga men uning baxtli bo'lishini umid qilaman.